Arab tili darslarini davom ettiramiz. Birinchi dars, ikkinchi qism. Ma ismi istifhami. Ismi istifham degani savol so'rash uchun ishlatiladigan ism. Bu so'roq so'zi hisoblanadi. Ma va o'zbek tilida nima degan ma'noni anglatadi. Ma ismi istifhamini ma'nosidan ham bilib olsa bo'ladiki, bu aqlsiz, g'oyri-oqil narsalarni ko'rsatish uchun, so'rash uchun ishlatiladi. Masalan, ma haza, ma degani nima degani, haza bu, nima bu yoki bu nima? Buning javobi haza daftarun. Bu daftar. Ma haza, bu nima? Uyni ko'rsatib bu nima deyilyapti. Biz bunga haza baytun, bu uy deb javob beramiz. Ma haza, keyingisi bu nima? Ko'ylakni ko'rsatib bu nima deb savol so'ralyapti. Biz haza qomisun, bu ko'ylak deb javob beramiz. Ma haza, yulduzni ko'rsatib bu nima deb savol berilsa, biz haza najmun, bu yulduz deb javob beramiz. Keyingi hamzatul istifham. So'roq, savol so'rash uchun ishlatiladigan hamza. Ya'ni a degan bir hamza bor. Bu hamza gapning boshiga yozilar ekanda va m degan qo'shimchani anglatar ekan. Bu ko'ylakmi? Bu daftarmi? Bu shkafmi? dagi m qo'shimchasini a hamzatul istifham anglatar ekan. Bunday savollarga biz ha yoki yo'q deb javob beramiz. Bu ko'ylakmi? Ha, bu ko'ylak. Yoki yo'q, bu ko'ylak emas. Ha degani na'am degani, yo'q degani la degani ekan. Ahaza waladun. Gapni boshiga yozilyapti. Bu bolami? Waladun bola degani. Savol berilyapti. Bu bolami? Na'am. Ha. Haza waladun. Bu bola. Ahaza baytun. Uyni ko'rsatib bu uymi? Savol beryapti. Biz qanday javob beramiz? Na'am. Ha. Haza baytun. Bu uy. Ahaza sarirun. Bu kravatmi deb savol beryapmiz. Bu kravat emas. Bunga biz la, yo'q. Haza kursiyun. Bu kursi deb javob beramiz. Ahaza miftahun. Bu kalitmi? La, yo'q. Haza qalamun. Bu qalam.